Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimiz? Yaxshi o'tirdinglarmi? Kamchiliklar bo'lmadimi? Besh barmoqlarni mazasi qalay, yaxshimi? Zo'r aka, biz Namangandamiz, mana Farg'onalik akaxonimiz. Zo'r aka. Yoqdimi? Farg'onadan keldingiz. Bular qarindoshlar. Qarindoshlar birgalikda Farg'onadan kelib, besh barmoq yedingiz. Yoqdimi besh barmoq? Joylar, besh barmoq gap bo'lishi mumkin emas, ha? Birinchi marta kelishingiz. Biz ham birinchi kelishimiz, boshqa joylarda ekanmiz, lekin meni ham boshqacha. Bo'ladi. Aka, siz qayerdan keldingiz? Namangan shahar. Namangan shahardan. Bular ham akalarimiz. Kimda kim Instagramga a'zo bo'lgan bo'lsa, bo'lganmisiz? Qani ko'ramiz. Mana aka. Internet yaxshimiz ekan, lekin podpiska bo'lmagan. Aka, mana podpiska bo'lgan ekanlar, mana besh barmoqlariga. Like'larni mana like'larni bosib boshlavordilar. Endi umid qilamiz bundan keyin to'xtatmasdan bosib turarlar, gap bo'lishi mumkin emas. Podpiskani bosing, like'larni ayamaysiz. Mana akamiz ham a'zo bo'ldilar, mana besh barmoqlar Instagramiga. Farg'onadan 160 kilometrdan tashrif buyuribdilar. 160 kilometr keldik, ketdimiz, ha, shunaqami? Bir tomon 160 kilometr. Demak 320 kilometr. Akamizning hurmatlari, gap bo'lishi mumkin emas. Sizga ham aka skidka qilib beramiz. Kutib qolamiz sizlarni yana ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lib, kommentlarni bomba qilib yozib turasizlar aka, like. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, mana akalarimizning o'pshi hisoblari 695 ming so'm bo'libdi. Bundan mana chegirma qilib, akalarimizning hisoblarini chiqarib tashladik. Aka, 50 ming so'm mana chegirma qilib berdik aka. Rosa ekanmi aka? Salomat bo'linglar, kutib qolamiz barcha-barchalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.